Oshxona Talk yangi sezoni uchun kuxnya interyerini yaratyapman. Birinchi seriya. Menga syomka va hayot uchun oshxona interyeri kerak. Muddatlar juda qisqa. Hammasi aynan shu gapdan boshlandi. Va oradan 2 soat o'tib men Toshkentga bilet qidirayotgan edim. Bir hafta oldin menga YouTube'dagi Oshxona Talk ko'rsatuv muallifi Rahshona Shodiyeva yozdilar. Keyinroq o'ylab ko'ramiz emas, darrov remont, syomka, deadlinelar va kadrda ham stilni ko'rinadigan oshxona haqida gap ketdi. Biz video qo'ng'iroqda gaplashdik va brief tuzdik. Kimdir hozir trendda nimani muhokama qilayotgan bir paytda biz boshqa narsalar haqida o'yladik. Qo'ng'iroq tugashi bilan noutbugimni yopdim, narsalarimni yig'dim va Toshkentga yo'l oldim. Oradan 3 soat o'tib men Rahshonaning uyida prorab bilan remont haqida gaplashayotgandim. Ruletka, elektrika muhokamalari, muddatlar haqida bahslar, remontning odatiy romantikasi. Keyin esa eng qiziq qism boshlandi. Bir kunda 6 ta showroomga bordik, 6 ta. Plitkalarni ko'rdik, fasadlar, furnitura, santexnika, teksturalar. Deyarli bir xil ranglar, lekin ularning biri millionga teng ko'rinadi, biri esa modadan chiqib ketgandek ko'rinadi. Bir payt kelib biz navbatdagi salonda divanda jim o'tirib, charchoqdan bir nuqtaga qarab qoldik. Lekin men bunday loyihalarda eng yaxshi ko'radigan narsa nima bilasizmi? Bu g'oyaning asta-sekin haqiqatga aylanish jarayoni. Oshxona shunchaki remont bo'lmay qoladi. U YouTube tarixiga aylanadi. Kechga yaqin biz holdan to'ygan edik, lekin haqiqiy narsa yaratayotgan odamlardek mamnun ham edik. Men Samarqandga qaytar ekanman, ichimda tushuntirish qiyin bo'lgan his bilan ketdim. Bu shunchaki komplektatsiya qilib berdim degani emas. Bu minglab odamlar ko'radigan makonni senga ishonib topshirganini his qilish. Va sen tushunasan. Endi bu oshxona nafaqat hayotga, balki kameraga ham chidashi kerak.